gap bo'lishi mumkin emas bo'lgan narx qanaqa bo'ladi bilasizlarmi? Xuddi shu lokatsiyada 1 sotix yerni narxi $12,000 dan $15,000 plyus minusda. Xuddi shu joydan 1 sotixini $10,000 dan ko'rsam nima deysizlar akalar? Umumiy 14 sotixlik katta uchastka 1 sotixi $10,000 dan berib yuboryapti. Ko'chasini ko'ryapsizlarmi? Keng, fayzli, tinch mahalla, ko'cha tarafidan fasadi 27 atrofida chiqyapti. O'zimiz uchun o'lchab ko'rdik. Sergeli Surun mahallasida joylashgan, betonkadan taxminan 7-8 metr orasida kirib keldik-da. Ichkari tarafdan ko'radigan bo'lsak, keng katta hovlisi, o'zini imorati bor, sifat bilan qurilgan, tomlari yopilgan, alohida sanzonlarni ko'rishimiz mumkin, kladovka xona joylashgan, ikkita yotoqxona ko'rishimiz mumkin. To'g'ri to'rtburchak shaklda joylashgan bo'pti. Yana bitta plyus tomonni aytaman akalar, oltarlama mahallani ko'rdinglar. Endi uchastkamizni o'zini orqa tarafida ham mahalla bor ekanda. Xohlasanglar kelib 3-4 ta kottej qilaman desanglar ham bo'ladi. Menimcha kottejchilar uchun juda ham zo'r variant bo'ladi. 1 sotix $10,000 dan Sergeli Surumda joylashgan bo'pti. Betonkadan taxminan 700 metr atrofida tushib keldik. Pastdagilar nomer telefon qilinglar.